Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, Maybazor kanalining ashaddiy muxlislari. Mana videomizni Qumtepa bozoridan davom ettiryapmiz. Mana 20 kun bo'libdiki video qo'ymabmiz. Yangi modellarimiz chiqishini qo'ylab turdik. Mana klassik fasonlarimiz. Buni o'tgan songi videomizda chiqarganmiz. Aytgancha tremolarga keladigan bo'lsak, yumaloq fasonda ishlangan ledlari bor. Tushuntirishda boshladik. Bo'lmasam shkaflarimizda o'rtada aynalari splashnoy tarzda ishlangan. Ikkala chekkasida temir plastmassalar, temirdan ruchkalarimiz bor. Ular pufika bu. Ikkala chekkasida turadigan pufichasi bo'ladi. Kimdir stolcha deydi, kimdir komod deydi. Ular shunaqa gaplar. Divanimiz bosh tomonlari tabiiy machalkadan ishlangan. Suyansiz ham orqasiga qattiq botmaydi. Matraslarimiz o'zini 220 ga 170 bo'ladi. Mana bu go'zallikka e'tibor berasizlar. Shu joyga bitta like bosib qo'ysalar ham yo'q demaymiz. Pufiklarimiz bor mana. O'rtadasi tortmasi va yana kelinchaklar uchun o'sha mayda-chuyda uzuk atrofda degandek joylarimiz bor. Tremolarimiz yumaloq shaklda ishlangan. Xuddi shuni turbochey fasondagisi ham bor. Hozir mana ko'rsatamiz. O'sha ro'parada turibdi. Buni komplektiga tremoyimiz, divanimiz, o'sha shkafning ichida ikkita tumbichkasi va mana shu bahabat shkafimiz kiradi. Buni screenshot qilib Telegramimizga tashlasalar ham buni narxlari bilan aytib o'tamiz. Buni hozirgi narxi bilan bir oydan keyingi narx bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Hozir mana narigi fasonimizni chiqaramiz, ko'rsatamiz.